Yine gibritimizni bo'yi mana. 110 galashyapti. 110 ziyod ekan. 110 oldi. Orqasi 115 16. 115. Rossiyskiy bo'g'ozimizni bo'yini oldi mana. Metrni ko'rsatdi. 125 124 oldi. 24 azmi gapiradi. Orqasi mana 132 31 orqasi 32 ga olaverasizlar. Qochishga tayyor xunojinimiz mana bo'yi. 130 yaptı abi. Oldi 130. Orqasi 135. Orqasi 135 mana. Assalomu alaykum YouTube chorva ishqibozlari. Xudo xolasa obunachilar, bugun o'zimizning xonadonimizdan videoni kattasi bo'ladi, tomosha qilib turaverasizlar. Bo'g'oz so'raganlarga bo'g'oz, qochma, yosh xonadon so'raganlarga xudo xolasa hammasi bor. O'ta yirik variantlardan kelgan sizlarga bugun videoda havola etamiz. O'ta yirik zo'rlardan kelgan obunachilar mana. Bugun sanamiz hafta kuniga payshanba 2025-yil 4-dekabr. Videomiz bo'lyapti Farg'ona viloyati Buvayda tumani Cho'nmog'ish qo'ng'irotda. Obunachilar, bu ko'chat xonajinimiz gibrid. O'ta zo'r variantida mana. Oyliklari 7 oylik. Yosh xonajin, kelajagi porloq, katta sut beradigan mol bo'ladi. Bunimiz yoshiga yetgan 5 oylik bo'g'oz. Bunimiz mana qochishga tayyor mollar. O'ta zo'rlardan kelgan. Videoni oxirigacha tomosha qilib turaverasizlar. Like, comment, obuna bo'lib qo'yasizlar, xudo xolasa. Like demay bosib turaverasa, like bizga pul bermaydi, sizlardan pul olmaydi. Like mutlaq bepul. Kanalda ko'pchilik ko'rgani unaqa qilish uchun, xudo xolasa, paddeshga bo'lib turaverasizlar. Mollar o'ta zo'rlarni chiqaramiz. Korobkalar zo'r mollardan kelgan, xudo xolasa. Sizlarga birma-bir obzorni qilib beraveramiz. Ostlarni ham sizlarga birma-bir ko'rsatib beraveramiz. So'skalari zo'rlardan oq yelin hammasi, xudo xolasa, katta sigir bo'lsa, ishonarli sigirlar bo'ladi bular. Obunachilar, mana bunimiz 5 oylik bo'g'oz garantiyalar beriladi, o'zi tekshirilgan. Ostlarni ham ko'rsatib beramiz. So'skalari zo'rlarda mana. Yelin qo'zg'ab, xudo xolasa, boshlab qo'ygan 5 oylik garantiyali bo'g'oz. Bunimiz mana qochishga tayyor, yoshiga yetmagan Привозной Rossiya Federatsiyasidan kelgan xunojin. Ostlarni ko'rib baho beraverasizlar. So'zkalarni ko'ringlar obunachilar. Bitta like kelsa, like-ni bosib qo'yaverasizlar. O'ta mollar yirik variantlardan kelgan. Xudo xolasa 10-15 kunda qochadi. Obunachilar ko'p kutilmasdan albatta narxlarni oldindan aytamiz. Narxlarni nima deymiz endi bularni? Bu gibridga nech pul deymiz? Diyorbekov kanaliga omad. Gibridimizni 16 million 300 ming so'm pul so'rayapmiz. 16 million 300 ming so'm. Xayrini qilib, dastavkalarni vodiy bo'yicha qilib beramiz. Vodiy bo'ylab bepul. 7 oylik atrofida gibrid xunojin. Xudo xolasa katta sigir bo'ladi. Turishini qaranglar obunachilar, kallalari o'ta zo'rlardan. Korobkalarga baho beraverasizlar. Like-ni ayamasdan bosib turaverasizlar. Ostilari ham mana zo'rlardan ekan, xudo xolasa. Narxini aytib oxiri degan obunachilar uchun mana bo'g'ozimiz narxi tas etib qo'ya olamiz narxini. Привозной Rossiyadan kelgan bular. Rossiyadan kelib qochgan variantini. Ostilari ham zo'rlarda mana. 5 oylik bo'g'oz garantiyalar beriladi. Narxi qancha? 27,5 million so'm. 27,5 million so'm vodiy bo'ylab dastlabkilar qilib beriladi. Vodiy bo'ylab dastlabkasi bor. Albatta kelishilgan holatda uzoq yerga ham qilib berilaveradi. Uzoq yerlarga kelishamiz. Bu qochishga tayyor. Qochishga tayyor. Bunisi undan balandroq, qochishga tayyor. Buni ham narxi 27,5 million so'm. Ostilari ham zo'rlardan ekan. 27,5 million so'm. Bellar o'ta butun, bellarni bir qator ot chiqqan hammasi. Bellar polvon variantida mana. 27,5 million so'm, bu ham qochishga tayyor. 27,5 million. Bunimiz ham 27,5 million so'm, sal kichikroq, bo'g'oz variantida mana. Bo'g'ozi. Ikkovi ham Привозной Rossiya Federatsiyasidan kirib kelgan, o'zimizda boqilgan mollar bular. Gibridga nech pul dedik? Gibrid 16 million 300 ming kami bor. 16 million 300 ming so'm, buni ham xayrini qilib beriladi albatta. Vodiy bo'ylab dastlabkilar mutlaq bepul. Mollarda 7si ishchi sog'ligini tekshirib 3 kun sinab olaveradi. Hijolat obunachilar. 3 kun sinab olaverasizlar. Ham yo'qlari garantiyalar beriladi, 7 ishchilari.
Uylarga olib borib 3 kun yemasa mol bizniki albatta sinab olaverasizlar. O'ta polvon variantida mana turishiga baho berasizlar. Kalalarni ko'tarib zo'r bo'lib turibdi. Mollar tetik, kasalliklari ham yo'qlari garantiyalar bor. O'ta beldor variantlarda mana. Xudo xolasa mollar o'ta zo'rlar. Kalla tomonlardan ham bir qator olib qo'y. Va sizlar kella tomondan ham bir qator obzorni qilib beraveramiz. Obunachilar, oldidan ko'rinish variant. Kalalar o'ta zo'rlarda. Turishini baho beraverishadi. Like emet tirslatib bosib qo'yinglar. Like mutlaq bepul. O'ta zo'rda mana. Xudo xolasa katta sigir bo'lib, katta sut beradigan mollar mana shular bo'ladi. Nomerlarimizni yetib ketamiz. 88 kodi bilan 204 4700 raqamiga tezda aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa mollarda o'ta zo'rlari bor. Bizda kelib ko'rib olaverasizlar. Xudo xolasa mollar o'ta yirik, tozalardan. Albatta bizda mol ko'p, ko'chat yo'nalishdagi mollar olib sotamiz. Bemalol ko'chat ishqibozlarga zo'rlarda. Obunachilar, narxlari o'ta yangilaytildi. Xolis bahoni o'zlaring beraverasizlar. Mollar qochishga tayyorni olaman deganlarga mana o'ta zo'ridan. Qochgan bug'ozini olaman deganlarga 5 oylik o'ta zo'r bug'ozda. Pul yengilroqdan olaman degan obunachilarga mana 16.300.000 so'm, вообще arzon variantida mana. Shu mollarda kelajagida obunachilar mana o'ta zo'r bo'lib ketadi bu ham. Xudo xolasa 4 oy kutsalang, yoniga bola tushib qoladi bu ham. Yerini kattasa berib, ro'zg'orni bemalol tebratadigan mol bo'ladi. Obunachilar, hammalarga rahmat, chorvalarga omad. Biz tomosha qilib turaverasizlar, like'lar yemay bosib turaveringlar. Kommentariyani yozinglar, bomba qo'yinglar. So'zlarimizda xatolar, kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Albatta havas qilib like bosganlarga mash mollardan xonadonlarda son sanoqsiz bo'lsin. Amin, inshaalloh.